assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshi, o'zingizning ahvoli qanday? Yaxshi, Alloh shukr. Bugun bu yerda intayin yaxshi so'zlar paydoqladingiz. Vatanimiz Sharq Turkiston haqida, Uyg'urlarning beshiga kelayotgan kulfatlar to'g'risida butun bu yerdagi o'quvchilarni, turklarni xabardor qildingiz. Alloh rozi bo'lsin. Bugungi bu yig'ilish haqida bizning Uyg'ur TV'si keg'iz yurak so'zini qo'ygan bo'lsangiz. Bu yig'ilish shu 18 Mart Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından uyushtirilgan bir yig'in. Bu yerda bu yig'inning uyushtirilishida shu üniversiteninki rektörligi, ondan keyin bo'libmi bizningki nima Yaponiyadan kelib hozir shu üniversitede profesör bo'lib ishlayotgan bir proje ustida Qutlug' Qodir efendim Murat efendimninki naiti cho'ng roli bo'ldi. Bu shahar naiti bir ma'naviy jihatdan naiti muhim bir shahar Turkiyada. Onun için yani tunca ketin bundaq bir üniversite, bu üniversitede bunda bir yig'in bo'lyapti. Bu yig'inning asosli maqsadi ham bu Çanakkale'deki xalqqa, Çanakkale'deki şu ommaga, Çanakkale'deki şu 18 Mart Üniversitedeki o'quvchilari, yani profesörleri ve bu yerdeki xizmatchilarga Sharq Turkistonning vaziyati, Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli haqida ma'lumot berish edi. Bu naiti yaxshi berildi. Hem dünyadaki Uygur alimlerini tanıştırış şunun bilan birlikte yani dünyadaki Uygur alimlerini tanıştırış bir fürseti yarattı. Bunun Erkin Sadak Efendi, Maya Hanım bular kelip özününki ilmi tadqiqatları hakkında nait yaxshi ma'lumot berdi. Biz mu endi Amerika Xitoy munosabatlari va Uyg'urlarninki bu munosabatlardagi roli haqida ma'lumot berdi. Mehmet'imin a'la mesela hozirgi vaziyat ve Türkiye'ninki nima qilishi to'g'risida nait yaxshi gaplarni qildi. Parat efendim bu şu Avrupa'daki Uygur cemaati haqida, Uygur diasporası haqida ma'lumot berdi. Nait yaxshi qizg'in bir yig'in bo'ldi. Nayti o'zimizni ko'rgandek savollar tushdi. Bir saatdan oshiq davomlashgan ve sirtga chiqsaqmi atrofimizda ham o'quvchilar o'ri bilib nurg'un odamninki shunchalik nima turib nurg'un odamninki degandek ma'lumot yo'qkan bu vaziyatdan Uyg'urlarninki vaziyatdan bular hammamiz kelganlarning hammasi biz nima qilib bera olamiz bir kishi bo'lish sifatimiz bilan deb bizden cehnimelan sordu. Biz mi bulağa bizge qilib bera oladigan ishlarini aytdik. Shuningga nayti memnun ketimiz bir yerdin inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. İşlerin olsun. Rahmat.